Assalomu alaykum biologiya ixlosmandlari. Biz o'tgan darslarimiz davomida o'simlikning vegetativ organlarining tuzilishini ko'rib o'tgan edik. Bugundan boshlab esa generativ organlarni ko'rib o'tamiz. Birinchi generativ organimiz bu gul. Demak, gul nima? Gul yopiq urug'li o'simliklarning jinsiy ko'payish organi bo'lib, u shakli o'zgargan novdadir. Ya'ni bundan oldingi darsimizda biz shakli o'zgargan novdalarni ko'rib o'tgan edik. Unga ko'ra, yer ustiga shakli o'zgargan novdalarga jingalak, gajak va tikan kirdi. Demak, yer usti shakli o'zgargan novdaga jingalak, gajak va tikandan tashqari gul ham kirar ekan. Gul aynan novdaning shakli o'zgarishidan hosil bo'lgan tuzilma. Xo'p, ana endi gulning qanday tuzilganligini ko'rib o'tsak. Mana demak bizda mana bu gul, mana bular esa gulning qismlari. Birinchi qism bu gul bandi ekan. Mana o'sha gul bandi. Xo'p, gul bandining vazifasini ko'rib o'tsak. Gul bandi o'zi nima uchun kerak? Gul bandi gulni, mana shu gulni novdaga biriktirib turish uchun kerak. Demak, gulni novdaga gul bandi biriktirib turadi. Keyingi narsa esa bu gul o'rni hisoblanadi. Gul o'rni gulning barcha qismini o'zida ushlab turadi. Demak, gulning barcha qismlari aynan mana shu gul o'rnida joylashadi. Mana shu gul o'rnida mana gulkozasi ham joylashadi, gul toji ham, changchi ham, urug'chi ham hammasi mana shu gul o'rnida joylashadi. Undan keyingi narsa gulkosa. Gulkosachani ko'radigan bo'lsak, gulkosacha gulni tashqi tomondan o'rab turadi gul ochilguncha va gulkosacha barglar yig'indisidan tashkil topgan. Ya'ni gulkosa, mana bitta gulkosacha barg, yana bitta gulkosacha barg va yana bir qancha gulkosacha barglar birgalikda gulkosachani hosil qiladi. Va odatda gulkosa yashil rangda bo'lyapti. Undan ichkarida gultoj joylashyapti. Xo'p, gultoj bu gultoj barglari yig'indisidan tashkil topgan. Mana bitta gultoj barg, mana yana bitta gultoj barg. Aynan mana shu gultoj barglar birgalikda gultojni hosil qiladi. Xo'p, gultojlar odatda har xil rangda bo'ladi. E'tibor beramiz, gulkosa va gultoj gulni tashqi tomondan o'rab turayotgan narsa. Demak, bular ikkovi birgalikda himoya vazifasini bajaradi. Shuning uchun ham gultoj va gulkosa gul qo'rg'onni hosil qilyapti. Gul qo'rg'on, ya'ni gulni himoya qilib turadi degan ma'noda. Xo'p, keyingi gulning markaziy qismida joylashgan eng muhim qismlardan biri bu changchi hisoblanadi. Changchi odatda ikki qismdan iborat. Bu changdon va changchepa. Demak, changdon va changchepa birgalikda changchini hosil qilar ekan. Demak, changdonning vazifasi bu changni hosil qilish. Ya'ni changdonda chang yetiladi. Changchepa esa changdonni gul o'ringa biriktirib turadi. Mana ko'rishimiz mumkin, mana bu changdon. Uni gul o'ringa biriktirib turish vazifasini changchepa bajaradi. Changdon gul o'ringa nima biriktirib turyapti? Changchepa. Xo'p, mana bu yoqda yana changchi haqida ma'lumot. Demak, changcheplari changdonni ushlab turadi va gul o'rni bilan bog'laydi. O'simlikning turiga qarab changchilari bittadan bir nechtagacha bo'lishi mumkin. Changcheplari alohida qo'shilib yoki tutam hosil qilib gul o'rniga joylashadi. Ayrim gullarda changchepi bo'lmaydi. Bu degani ba'zi o'simliklarda changdonni o'z to'g'ridan-to'g'ri gul o'rnida joylashadi degani. Xo'p, changchi bilan ham tanishib bo'ldik. Ana endi urug'chini ko'rib o'tsak. Urug'chi 3 qismdan iborat. Bu tumshuqcha, ustuncha va tuguncha. 3 qism tumshuq deyiladi. Tumshuqcha demak urug'chining eng yuqori qismi, ya'ni uchi hisoblanadi. Vazifasi changni ushlab qolish. Aytaylik, changdonda yetildi chang, o'sha chang urug'chi tumshuqchasiga tushishi kerak. Hali buni darslarimiz davomida ko'rib o'tamiz. Aynan changdonda yetilgan changni ushlab qolish vazifasini tumshuqcha bajarar ekan. Undan keyin ustuncha kelyapti. Ustuncha urug'chining o'rta qismi vazifasi nima? Mana bu tumshuqcha bilan tugunchani birlashtirib turish vazifasini bajaradi. Uning ichi g'ovak. Va oxirgi pastga kengaygan qism bu tuguncha deyiladi. Tugunchaning ichida urug' kurtaklar joylashadi. Urug' kurtaklar tugunchaning o'zidan meva hosil bo'ladi, urug' kurtakdan esa urug' hosil bo'ladi. Tuguncha gulning boshqa a'zolariga nisbatan aytilyapti, ostki yoki ustki bo'ladi deyilyapti. Bular juda ham oddiy narsalar. Va tuzilishiga ko'ra tuguncha bir va ko'p uyali bo'ladi. Misol uchun mana bu yoqda ko'p uyali bo'lyapti.
Lekin ba'zida bir uyali bo'lishi mumkin, ichida bitta urug' kurtak bo'lishi mumkin. Xo'p, mana shu gulning umumiy tuzilishi mana shunday ko'rinishga ega. Ana endi gul qo'rg'on haqida gaplashsak, boya biz aytdikki, gul qo'rg'on bu gulni himoya qilib turishi kerak va bu vazifani aytdikki, gul toj va gul kosa bajaradi. Lekin shunaqa o'simliklar bor, ularda na gul toj bor, na gul kosa bor. Ba'zilarda esa faqat bittasi bo'lishi mumkin. Demak, bunga ko'ra biz gul qo'rg'on turlarini gul qo'rg'oni yo'qolgan gulga, oddiy gul qo'rg'onga va murakkab gul qo'rg'onga bo'lishimiz mumkin. Mana bu oddiy gul qo'rg'oni yo'qolgan gul. Bunda misol uchun urug'chi bo'lishi mumkin va changchi bo'lishi mumkin. Tamom. Gul qo'rg'on umuman yo'q. Ya'ni gul kosasi ham yo'q, gul toji ham yo'q. Xo'p, bularda gul qo'rg'on demak yo'qolib ketgan yoki tangachaga aylangan. Biz nimani misol keltirishimiz mumkin? Demak, bunga yong'oqni misol keltirishimiz mumkin, tut, terak, tolni misol keltirishimiz mumkin. Mana bu yong'oq. Tak, yong'oqning urug'chilik guli, bu changchilik guli. Umuman gul qo'rg'oni mavjud emas. Ana endi oddiy gul qo'rg'onchi. Xo'p, oddiy gul qo'rg'onda gul qo'rg'on qismlari bir xil rangda bo'ladi mana. Urug'chisi bormi, changchisi bormi mana. Gul qo'rg'on bo'lagi bir xil rangda. Bu oddiy gul qo'rg'on deyilyapti. Demak, oddiy gul qo'rg'onli o'simliklarga lola, chuchmomo, gul sasarini kirgizsak bo'ladi. Demak, bularni mana ko'rishimiz mumkin, gul kosasi mavjud emas. O'sha gul qo'rg'oni bir xil rangda. Murakkab gul qo'rg'onda esa biz boya ko'rib o'tganimizdek, ham gul kosaga ega bo'ladi, gul kosaga ham gul tojga ega bo'ladi. Demak, murakkab gul qo'rg'on gul kosa va gul tojdan iborat bo'lishi kerak ekan. Mana bu o'simliklarni ko'rsak ham bo'ladi. Mana atirgulda mana bu gul tojlari, mana bu esa gul kosa chabarklari hisoblanadi. Yoki mana bu qo'ng'iroq gulda ham xuddi shunday. Va bundan tashqari endi gul qo'rg'on bo'laklari qo'shilgan yoki qo'shilmagan bo'lishi mumkin. Buni demak kitobdan yodlab olsak bo'ladi. Endi keyingi narsa. Gulli o'simliklar yer yuzida juda ko'pchilikni tashkil qiladi, ya'ni 250 mingta. Buni birinchi darsimizda aytib o'tganmiz. Ana endi bularni gul formulasini, ya'ni bir-biridan ajratish uchun o'sha gulning tuzilishini bilan deysak. Gul formula va gul diagrammalaridan foydalanamiz. Gul formulasi. Gul formulasi bilan biz ishlashda belgilari, maxsus belgilar bilan ishlaymiz. Hozir o'sha belgilarni izohini ham ko'rib ketamiz. Demak, GK bu glukosa degani, GT bu glutoj degani, O ga oddiy gul qo'rg'on, Ch degani changchi, U degani urug'chi, mana bu cheksiz, mana bu esa gul qismlari qo'shilganligini bildiradi. Xo'p. Ana endi biz hali oilalarni, botanika oxirida oilalarni o'tgan vaqtimizda bizda turli xil oilaga xos bo'lgan gul formulalar keladi. O'shani qanday izohlab ketamiz? Shu haqida ozgina to'xtalsak. Misol mana bunga e'tibor bersak, GK5 misol. Bu nima degani? Glukosacha barglari 5 ta erkin bo'ldi. Agarda mana shu GK5 lekin qavs ichida bo'lsa-chi, glukosacha barglari 5 ta qo'shilgan degani. Yoki mana shu yerda GT bo'lsa, gultoj barglari 5 ta qo'shilgan der edik. Keyingisiga e'tibor bering. GK 3 + 5. Bu nima degani? Plus belgisi bu u yoqda ikkita halqa borligini, agar ikkita plus bo'lsa, 3 ta halqa borligini bildiradi. Mana bu yoqda bizda hozir glukosacha barglar 8 ta, birinchi halqada 3 ta va ikkinchi halqada 5 ta ekanligini bildiryapti. Jami glukosa 8 ta, 3 tasi birinchi halqada, 5 tasi esa ikkinchi halqada joylashgan. Va mana bunga e'tibor bering. Oilalarda o'tgan vaqtimizda aynan mana shunday narsa oldimizga kelishi mumkin. Ya'ni bu yoqda 2-5. Bu tire, bu minus emas, tirecha 5. Bu nima degani? Glukosacha barglari 2 tadan 5 tagacha erkin. Ya'ni bunda mana shu oila vakillari uchun glukosasi 2 ta bo'lishi ham mumkin,
3 ta bo'lishi ham mumkin, 4 ta bo'lishi ham mumkin, 5 ta bo'lishi ham mumkin. Xullas kalom 2 tadan 5 tagacha. Mana bu. GK 3,6 bo'lyapti. Bu glukosacha barglari 3 ta yoki 6 ta ekanligini bildiradi. 3 ta yoki 6 ta. Agar 3-oldi bo'lganda 3 tadan 6 tagacha degan narsa bo'lardi. GK 0 degani o'sha glukosacha bargi rivojlanmagan degani. Bizda mana shu GK ni o'rniga misol O bo'lib qolishi mumkin, Ch, O, G yoki GT bo'lishi mumkin. Shunga qarab o'zimiz xulosa qilib ishlayveramiz. Ana endi gul diagrammasini ko'rsak. Gul tuzilishining sxema bilan ifodalanishiga gul diagrammasi deyiladi. Mana bu bitta misolni ko'rsak. Achambitti gulning formulasi, ya'ni jag'jag'dan. GK 4, GT 4, changchisi 4+2, urug'chisi bitta ikkita meva bargning qo'shilishidan hosil bo'lgan. Mana bu narsaga e'tibor bersak. GT glukosacha mana bu. 4 ta erkin. Mana bu 1, 2, 3, 4. 4 tovi ham erkin turibdi. Ya'ni mana bu joylari bir-biriga tegib turgan emas. Erkin. Agar mana bu bilan unday tegib tursa, unday tegib turadigan bo'lsa, bu o'sha qo'shilgan degani bo'lardi. Mana bu 4 qavs ichiga olinardi. Ya'ni glukosacha barglari 4 ta, lekin qo'shilgan degan ma'no bo'lardi bu yoqda. Agar mana bunday bir-biriga tegib tursa. Lekin bizda tegib turgan emas. Ko'ryapmiz, demak erkin turibdi. Shuning uchun qavssiz yozdik. Va endi GT4 gultoji 4 ta 1, 2, 3, 4 ta bo'ldi. Changchi 6 ta. Bitta halqada 4 ta, yana bitta halqada 2 ta. Mana bu halqani, tashqi halqani ko'radigan bo'lsak, ikkita joylashgan. Mana bu birinchisi, mana bu ikkinchisi. Ichki halqada esa 4 ta. 1, 2, 3, 4 ta. 4 ta joylashgan ekan. Va endi urug'chini ko'radigan bo'lsak, ikkita meva bargdan hosil bo'lgan. Urug'chisi o'zi bitta, lekin ikkita meva bargdan hosil bo'lgan. Mana bu birinchisi, mana bu ikkinchisi. Demak 1, 2. Ikkita meva bargdan hosil bo'lgan bitta lekin urug'chi. Doimo urug'chi bitta bo'ladi, lekin bir qancha meva bargdan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Misol uchun, hech qachon siz ko'rmaysiz, urug'chi u 2 ni o'zi erkin yozilgan. Doimo bittadan oshdimi? Mana urug'chi barg soni bittadan oshdimi? 2 ta bo'ldimi? 2 qavs ichida. 3 tami? 3 qavs ichida. 4 tami? 4 qavs ichida. Yo 5 mi? 5 qavs ichida bo'ladi. 5 qavs ichida degani bu 5 ta urug'chisi bor degani emas. Urug'chi bitta, urug'chi barg yoki meva barglar soni 5 ta degani. Tak. Endi Lola gulining formulasi. Oddiy gul qo'rg'on 3+3, changchi 3+3, urug'chi 3 ta meva bargdan hosil bo'lgan. Mana. Birinchi halqada oddiy gul qo'rg'on 1, 2, 3 ta. Ikkinchi halqada 1, 2, 3 ta bo'ldi. 3+3 oddiy gul qo'rg'on. Changchi 3+3. Birinchi halqada 1, 2, 3, ikkinchi halqada 1, 2, 3 joylashyapti. Va urug'chisi 3 ta meva bargdan hosil bo'lgan. Birinchi, ikkinchi, uchinchi meva barg. Urug'chisi bitta, lekin 3 ta meva bargning qo'shilishidan hosil bo'lgan. Menimcha halqalarni tushundilaringiz. Misol uchun changchini hozir ko'rganimizda mana bu birinchi halqa. 3 ta. Mana bu esa ikkinchi halqa. 3 ta. Birinchi halqada 3 ta, ikkinchi halqada ham 3 ta ekan. Mana bu urug'chi ham o'zi aslida bitta, lekin 3 ta urug'chi bargdan hosil bo'lgan. 2, mana bu 3. Demak, mana ko'rishimiz mumkin.